Assalomu alaykum. Hammaga mana zakaz qilgan suv filtrlarimiz yetib keldi. Ustanovkasini qildik. Videorolikka qarab hamma ustanovkalar bo'lgan. Zapas bachok to'lganligi uchun hech qanaqa ovozi yo'q. Hozir sizlar bilan asl holatdagi suv va filtrdan chiqqan suv haqida tekshirib ko'ramiz. Xo'p, suv ochamiz. Xo'p, mana 00. Qudug'imizni suvi 762. Xo'p. Buni to'kib tashlab filtr suvdan ko'ramiz endi tekshirib. Filtr suvimiz 00 hisob ko'ramiz. Yigirma 700dan oshiq. Filtrdan chiqib 27. Endi tomonni tekshirib ko'ramiz. Nol 89. Bu-chi sekin yaxshilanyapti. Hali bitta zapravka tugagani yo'q. Bitta zapravka tugagandan keyin ikkinchi zapravkalarda o'sha bundan ham suv sifati yaxshilanadi. Hozir shuni o'zida ham cho'tki. Tavsiya qilamiz. Sifatli narsa. Aldanib qolmanglar.